Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Farg'ona shahar o'sha mashhur 5 bola hayvon bozoriga keldik. Faqat bitta xato bo'lib qopti. Biz endi Toshkentni mol bozorlariga o'rganganmiz. 9:10 larda qiziydi. Bu yerda 9:10 da tugur ekan. Ertalab 6 dan boshlanar ekan. O'sha kiraverishda to'g'rida chapda ko'rishingiz mumkin. Mol bozor. Xo'p, o'ng tarafi hashi. Bu yoq tarafimizda ichidan kirganlar chap tarafda bo'ladi. To'g'rida kuchuk bozorimizda bo'lar ekan. Kuchuk ishqibozlari bo'lsa, ertalab soat 6 da kelishinglar, maslahat beramiz. 5 Farg'ona shahar 5 bola kuchuk bozori men o'zim ham birinchi marta kelishim. Eng katta bozor shu yerda bo'lar ekan, kuchuk bozoriki. Bu yoqda kirganda chap qo'lda kirsanglar, parrandalar, quyonlar, shunaqa shunga o'xshash har xil turdagi parrandalar sotilar ekan ham, ko'rsanglar ham bo'ladi, qiziqqanlar. Ishqibozlar ham kelib ko'rsa bo'ladi. Faqat bu yoqqa ham shu 6 da vaqtli kelish kerak. Negaki 10 da tugab qoldi. Biz kelganimizda уже hammasi pashti qolmaganda tarqab ketdi. Hozir kirib ko'rsatib beramiz videolarda qanaqa qayerda nima joylashganligini. Faqat kelganingizda o'zingizlar shunga qarab orientir olib olasizlar. Ertalab lekin 6 da kelinglar. Eng yaxshisi shu. Eng yaxshisi. Salomat bo'linglar. Bizga obuna bo'lishni unutmanglar.